anaqa qilmayapman. Arzimas ham. Adam çok tili. Xayrli bo'lsa dadasi. Tabriklaymiz. Rahmat. Xayrli bo'lsa dasa. Rahmat. Ona siz birinchi o'tiring mashinaga. Ana oyim o'tirib duo Boringizga shukur. Rohatini ko'r. Adan yo'q, yurak yorilib ketar hozir adan. Ko'rmadim uni. Masalan, вообще rahmat. Ona o'tiring. Yaxshiyam seni tuqqan ekanman. Tamam, turvalingiz bir daqiqa. Hozir vaqt bir daqiqa. Oldu yig'lama. Mana. Shunchalik ko'rsatganiga shukur. Ilohim shu bolalaringni rohatini ko'rgan. Endi yaxshi qilgan. Amin. Tani sog' bo'lsin. Umidlar qarib chiroyli yashaylar. Ilohim bularni tan joninglar sog' bo'lsin. Xotanga qilsalar Allohim sizlarga Allah rozi bo'lsin. Bizamligingda yo'qolmasin. Ilohim chiroyli o'qishlarni bitirib kelib, chiroyli joylarga kelinglar bo'ling. Abbosga ham yaxshi yo'llarni ato qilsin. Ibrohimga ham yaxshi yo'llarni Amin, amin. Sizlar rohatinglarni ko'rish Alloh o'zi nasib qilsin. Amin. Ilohim taning sog' bo'lsin. Eng Amin. keragi. Ona Yoshliklarga mingan umid bilan endi yaxshi yo'llar bor, dam olishlar. Uyda o'tirishi har kun aylanib yuringlar. Xolisdan joy bermay hech kimga. Egalladingiz bo'ldi. Xudo xohlasa. qizlarim. Mayli mana. Alloh rozi Hadi bo'lsin. aytuvdilar. Hali ko'rasan, Xudo xohlasa. menga gapirimga anaqa qilmagin, bular borib bitirib, Xudo xohlasa shunday anaqa qilishadi dedi. Ko'rsalar hozir deyman. Yuraklar yorib. Ko'rmadim. Ularga Ko'rayotgandirlar balkim. unisiga shukur. Rahmat. Ilohim, tegidan shamol o'tib tursin. Qo'lida sog'lik. Rahmat qizlarim. Abbos uchalamiz. Jonim, mana hayotim sizda. Bizani ham ko'ramiz. Abbos. Keling. Abbos kelar ekansan. Biz endi almashaylik. Keling, Mamur. Abbos, rahmat bolam. Alloh rozi bo'lsin. Hozircha yetgani shu bo'lib turdi. Bo'ladi. Keyingi sirlik. Bo'ladi ya.